Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda 1984 namlıq romanның davamı. 7. bab. Əgərdə ümid bar deyilsə, dep yazdı Winston. O çoxumki proletarlarda. Əgərdə ümid bar deyilsə, o çoxumki proletarlarda. Çünki bütün Okeaniyanın 85% nüfusunu təşkil qıladigan, nəzərdən saqit qılıb etilgan muşu adamlardala partiyani veyran qılıb etəlaydigan qudret tuğulalaydı. Partiya öz içidən ağdırılmaydı. Partiyanın düşmənlərinin əgər bar deyilsə, bir yerga kelalishi emas, bir-biri bilan tunish olishi mumkin emas. Hatto rivoyatlardagi heliqi qarindoshlar rostli mavjud bo'lsa, bu faqatla bir ehtimollik. Xolos. Ulardan 2 yoki 3 dan jiqroq odamning bir yerga kelalishi mumkin emas. Ko'zlarning uchrashishi, ovozlardagi kichikkina o'zgarish, eng yomoni onda munda pichirlashning o'zla isyon ko'targanlik hisoblanadigan tursa. Ammo proletarlar o'zidagi kuch-qudratni tunib yetsalar, ularning suiqasd planlashining hojati qolmaydi. Ular faqat o'rnidan turib, bir silkinib, ustidagi chivinlarni qo'g'lab etsalar bo'ladi. Agar ular xohlaslar, atdigandilar partiyani hukm talqon qilib etaydi. Hamon bir kuni mushundaq qilish ularning xiyoliga kelarmi? Ammo u bir qatam ko'chada manganda yuzlagan ayollarning oldi tarafdagi yaqinli bir ko'chadan to'lishayotgan ovozlarini anglaganligini esladi. Kuchlik g'azab va umidsizlik to'lgan, cho'nqur, ammo unlik "Hö hö hö hö" degan ovoz. Xuddi ko'cha soatining qo'ng'irog'idek aks sada qaytarayotdi. Uning yuragi sakrab ketdi. Boshlanibdi. U shundoq o'ylagan edi. Isyon. Proletarlar oxiri bog'liqdan bo'shinibdi. Winston u yerga bordi. U yerda 200-300 ayolning ko'cha bozoridagi yoymalarning oldida yig'ilishib turganligini ko'rdi. Ularning chiroylari xuddi cho'kib ketayotgan paraxoddagi yo'lovchilardekla umidsiz va azobli edi. Dal shu vaqtda kishilardagi bu umidsizlik tuyuqsiz o'zaro talash-tortishga aylanib ketdi. Aslida bir yoymada qalay tava setayotgan ekan. Night nefis, süpti nachar mal ekan. Ammo bu kunlarda ish qilib, qozon qo'mishli bo'lsa, topmoq bak tas edi. Hozir setish tuyuqsiz to'xtab qolgan bo'lib, setilalagan ayol tavusini kishilarning qisqa-qisqanlari orasidan ilib chiqib ketamay qopdi. Kishilarning qisqa-qisqanlari orasidan ilib chiqib ketamay qopdi. Kishilar uni u yoq bu yoqqa tortqushlayotgan, shundaqla boyqi yoyma oldiga yig'ilishib, yoymachini boshqalarga yon bosdi, bar tavunimi tiqib qo'ydi deb ayblashayotgan ekan. Yana yangidan qiyoqas cho'qan ko'tarildi. Ikki semiz ayol bir tavuni tortishishga boshladi. Birining chechi cho'lib ketgan edi. Ular birdan tortishib edi, tavuning dastasi qo'liga ajrab chiqdi. Winstonning ularga qarab ko'ngli elishdi. Necha daqiqalar davomlashgan bo'lsa-mu, lekin necha yuz odamdan chiqqan ovoz shuncha qo'rqinchli qudratga ega tursa, ular nemishqa to'lashga arziydigan biror ishqa ashundaq to'lab baxmaydigandu, u yezib-atadi. Ang o'yg'anmog'icha ular isyon ko'tarmaydi. Lekin isyon ko'targandan keyin bu ang yo'qolib ketadi. Winston yozganlarini partiyaning darsliklaridan ilingan abzasmuya deb o'yladi. Albatta, partiya proletarlarni bo'yin turuqdan ozod qildik deb da'vo qiladi. Inqilobdan burun ular kapitalistlar tarafidan dahshatlik izlatdikan. Kapitalistlar tarafidan dahshatlik izlatdikan. Osh qo'ylatdikan. Qamchillatdikan. Ayollar kömür kanlarda ishlashga majburlanadigan. Amaliyotda hozirmi ishlayotdi. Balalar 6 yosh vaqtida zavodlarga ishchilikka setilib etiladigan.
Proletarlarga partiyaning qo'sh tafakkur prinsipi bo'yicha biz tug'mi pas degan ideya singdiriladi va ularni ba'zi qoida tuzumlar bilan hayvonga o'xshash bo'ysunish ichida tutib turish kerak deb qaraladi. Amaliyotda proletarlarni hech kim tushunmaydi. Tushunishning hojati yo'q edi. Ular davomli xizmat qilib tursa, aslini uzibli qo'ymasa, naslini uzibli qo'ymasa, ularning boshqa ishi qilcha muhim emas edi. Ular Argentina yayloqlardagi kala podlaridek qo'yib etilgan bo'lib, bu xil ajdodlarninkidek ibtidoiy turmush usuli ularga tabiiy ravishda o'zlashib ketgan edi. Ular tug'iladi, namratlar ko'chalarda cho'ng bo'ladi. 10 yoshida ishga boradi. Ondan ular go'zalligi va jinsiy istiki yetiladigan bir mezgilni o'tkazgandan keyin 20 yoshida to'y qiladi. 30 yoshida o'tir yosh davriga qadam qo'yadi. Ularning ko'pinchisi 60 yoshida o'lib ketadi. Ularning еңida ig'ir jismoniy emgak, oila, bolalarni beqish, qo'shnilar bilan bo'ladigan ushshaq jidal majralar, filmlar, futbol, piva, hammadan muhimi qimordan boshqa bosh qotiradigan g'am yo'q edi. Ularni kontrol qilib turish tas emas edi. Ularning orasiga bir turkum ideya soqchilari qo'yib etilgan edi. Ular xato so'z cho'chak tarqatadi. Xatarlik deb qaralgan osondagi bir turkum kishilarga chekit qo'yiladi. Ularga partiyaning ideologiyasini singdirishga kuch sarf qilinmaydi. Proletarlar siyosiy tuyg'uning kuchli bo'lishi boshqalarning diddiga yoqmaydi. Proletarlarda siyosiy tuyg'uning kuchli bo'lishi boshqalarning diddiga yoqmaydi. Ulardan talab qilindigini lozim bo'lganda ularni texmi uzun ishlab, texmi oz haq erishga rozi qiladigan ibtidoiy vatanparvarlik edi. Hatto ular onda-sonda norozi bo'lgan taqdirdami, bu xil norozilik hech qanday ish paydo qilolmaydi. Chunki ularning qalisi eng aqlli ideya tunishlardan mahrum bo'lg'ashqa, yangi diqqati faqatla voysash, qaqshashlarga markazlashadi. Mutlaq ko'p sonliq proletarlarning uyida hatto ikromi yo'q edi. Ular bilan haplashadigan xalq soqchilarimi bakla oz edi. Londonda jinoyat bakla kengri yomrigan bo'lib, o'g'ri, bulangchi, zahar atkazchilari, banditlar, fohishalar hammasi proletarlardan chiqadi. Hamda bu unchalik diqqatni qo'zg'ovdak ish hisoblanmaydi. Har qanday axloqiy masalalarda ular faqat ajdodlarining yo'sinlariga ergashadi. Partiyaning jinsiyat tarikchiligi bularga tengilmaydi. Buzuqchilik jazolanmaydi. Ajrashishga ruxsat qilinadi. Hatto agar proletarlar o'zi xohlab qolsa, ularning diniy ibodat bilan shug'ullanishiga ruxsat qilinadi. Ular gumondan xoli edi. Xuddi partiya shuarda aytilgandek. Hayvonlar va proletarlar erkin edi. Winston do'ng'iyib, o'shqidagi yana qichishqa boshlagan yorisini ehtiyot bilan qashdidi. Inqilobdan burunqi hayotning zodi qandaqligini eslashning mumkin emasligi. Odamning qallasiga to'la kirib oladi. U tortmadan Parsunus xonimdan oriyatga olgan bolalar tarix darsiligini oldi va uningdan bir abzasni xotirasiga ko'chirishga boshladi. Inqilobdan burunqi ko'ni jamiyatda London hozir biz ko'rgandek go'zal shahar emas edi. London qorong'u, mehnat va qayg'u alamga to'lgan shahar bo'lib, hech kimning qursiqi to'yg'udak yemiki yo'q edi. Minglagan kishilarning kiygudek o'tki, hatto öylerining dalda bo'g'dak to'g'risimi yo'q edi. Yeşi silarchilikmi yo'q bolalar shafqatsiz xo'jayinlar uchun har kuni 12 soatlab ishlaydi. Agar ishda chaqqan bo'lmasa, qamchilanadi. Ularga faqat qetib ketgan parcha-purat non va sovuq suv beriladi. Biroq mushundaq eg'ir namratlik ichida oz sonda hashamatlik uylar bor bo'lib, uningda boylar turadi. Ularning 20-30 ga yaqin chakarlar bo'ladi. Bu boylar kapitalistlar deb ataladi.
Ular kayni varaqdiki rasmdagidek semiz, ko'rimsiz, yuzlaridan qabihlik chiqib turadigan odamlar edi. Ko'rguninglardek ular uzun qora palto, o'choqning mo'risidek egiz, poqiroq qalpoq kiyib oladi. Qora palto, murosim paltosi, qalpoq, murosim qalpoqi deb ataladi. Bular kapitalistlarga xos kiyimlar bo'lib, boshqalarning kiyishi ruxsat qilinmaydi. Dunyodagi jami narsa kapitalistlarning bo'lib, boshqalar kapitalistlarning qulri hisoblanadi. Hamma yer, uy, zavod, pullarning hammasi shularning edi. Agar kimki ularga bo'ysunmasa, turmaga tashlaydi yoki xizmatini tortib oladi va ularni osh qo'yib o'ldirib etadi. Agar odatdagi odamlar ularga gap qilmoqchi bo'lsa, ularga egilib, ta'zim qilib, qalpoqini qo'liga ilib, janoblari deb gap qilishi kerak edi. Barliq kapitalistlarning boshlig'i podshoh deb ataladi. Winston davomini ko'mizim biladi. Endi uzun yanglik bishoplar, oq yaktaklik sodiyalar, kishanlar, jazo harbilari, 9 tillik qamcha, shahar boshlig'ining mo'l ziyofati, popning putiga suyish degandeklar tilga ilinadi. Yana tunji kecha huquqi deydigan bir ishmi bor. Albatta, bu bolalarning darsligiga kirgizilmagandi. Bu belgilangan qonun bo'lib, har bir kapitalistning o'z qo'l ostida ishlaydigan har qanday ayol bilan birga bo'lish huquqi bor edi. Siz bularning qanchaligining yolg'onligiga qandaqmi hukm qila olasizsiz? Balkim kishilarning o'tircha turmush ahvoli inqilobdan burunqidan yaxshidir. Faqat sizning sunyaqlaringizdagi unsiz e'tiroz, chizg'usiz turmushingiz, shundaqla ilgirki kunlar cho'qim hozirgidek emasdi deydigan tabiiy sezimingizla buningga qarshi birdan-bir paket edi. Xolos. U tuyuqsiz hozirgi zamon turmushining eng mohiyatlik olayligining uning rahimsizligi yoki ansizligi emas, balki kishilardagi yo'qsizlik, paskinchilik va jonsizlik ekanligidan cho'chidi. Atrofingizga qarab baqsangiz, hayotning hargiz ekrandagi har kuni to'kilib turgan yolg'onlar va partiyaning o'zi qo'lga keltiramiz deyotgan g'oyalari bilan ozroqmi yaqin kelmaydiganligini ko'ra olasiz. Ularning turmushining ko'p qismi, hatto partiya a'zolarining turmushimi ilmon suvdak o'tadi. Siyosiy bilan aloqasi yo'q edi. Kunlari faqat ig'ir emgak, kashdiki yotadigan yer tepish, yirtiq paypoqlarini yamash, shakar javhari tableti talashish, tamakisining ko'tikini yig'ish bilan o'tadi. Partiyaning nishoni nihoyat qo'rqinchli, ajoyib ulug'vor edi. Ular zo'r beton binolar, mashinalar, qo'rqinchli qurollar bilan to'lgan, askar va asabiy talvalar inoq ittifoq vaziyat yaratgan, hamma o'xshash o'ylaydigan, o'xshash shuar to'laydigan, mangu emgak qiladigan, ishlaydigan, kurash qiladigan, o'ldiradigan, jazolaydigan. Mushu 300 million odamning hammasi bir-biriga o'xshaydigan bir dunyo yaratmoqchi edi. Reallik bakli ichinishlik edi. Kishilar paskin shaharlarda to'shq oyoqlari bilan mengishib yurishadi. Sesiq kapusta va avraz puraydigan 19-asrning uylarida turadi. U Londonni tasavvur qildi. Night kang, intayin vayrona, axlat chilaklari bilan to'lgan bir manzara ko'z oldiga keldi. Bu manzarada uzun yuzlik, shalong chochliq Parsunus xonim to'silib qolgan turbi jayniki bilan haplashib turadi. Ekran kech-kunduz kishilarning yemak ishmiki, kiyim-kechikining ko'payganligi, uylarining yaxshilanganligi, ko'ngil etish faoliyatlarining mo'llashganligini ko'rsatadigan statistikalarni quloq mingizga qo'yib turadi. Hozirgi tashviqotdagi Londonliklarni 50 yil burungi Londonliklarga silishtirganda, ularning umri uzun, ish vaqti qisqa, salomatligi yaxshi, badani texmi qovul, kuchlik, texmi aqlliq, tarbiya ko'rgan bo'lib chiqishi kerak edi. Lekin bu statistika gaplarning hech qaysining yo rostligini yo yolg'onligini isbotlag'ili bo'lmaydi. Masalan, partiya mundaq deydi.
İnqilabdan burun proletarlarda savadsızlarning soni 15% edi. Hozir 40% odam savodliq bo'ldi. İnqilabdan burun bu vaqtlarning ay bo'lish nisbati har mingda 300 edi. Hozir har mingda 160 ga yetdi. Sonlar hamma sohada mushundaq mang'atdi. Bu ikki noma'lumlik yakka tanglimiga o'xshaydi. Balkim tarix darsliklaridagi kishilar qilchi gumonsiz to'g'ri deb bilgan nurg'un narsalar amaliyotda butunlay xiyol tasavvur bo'lishi mumkin edi. Balkim bu yerda hargizmi tunji kecha huquqiy deydigan qonun yoki kapitalist deb atiladigan kishilar va yoki heliqidek egiz poqiroq qalpoq azaldan bo'lib baxmagan bo'lishi tamoman mumkin edi. Hamma narsa xiralashib ketdi. O'tmish o'chirildi. Uning kichikgina iznalarimi unutildi. Yolg'on haqiqatga aylandi. U shu voqeadan keyin hayotida faqat bir qitim tarixning burmalanganligidan iborat bu qilmishning yuz berganligini isbotlay oladigan konkret xatosiz bir paketni qo'lga tushirgan edi. Bu paket Winstonning qo'lida faqat 30 sekundda tura olgan edi. U Kasrin bilan 1973 yillar atrofida ayrilib ketgan. Ammo bu ish bo'lsa uningdan 7 yoki 8 burunqi ish edi. Ammo bu ish bo'lsa uningdan 7 yoki 8 yil burunqi ish edi. U 60-yillarning o'rtalari partiyaning aslidagi rahbarlari uzil-kesil mangulikka tozalanayotgan bir mezgil edi. 1970-yilga kelganda ulardan G'ojakidan boshqa hech kim qolmadi. Boshqalarning hammasi xoinlar va aksli inqilobchilar deb tortib chiqarildi. Goldstein qochib ketgan va izdiraksiz g'oyib bo'lgan edi. Boshqa bir nechtasi bo'lsa yo'qolib ketgan edi. Ko'pinchisi alohida bir ommaviy sudda jinoyatlarni to'liq topshirgandan keyin o'lim jazosi berilgan edi. Eng oxirida ularning ichidagi Jones, Aronson, Rutherford qatorliq uchaylarla tirik qolgan edi. Ular qo'lga ilingan vaqt 1965 yil bo'lsa kerak. Har vaqtdagidek ular birer yildan ortiq yo'qolib ketdi. Hech kim ularning o'lik tirikini bilmaydi. Ondan ular tuyuqsizlar paydo bo'lib jinoyatlarni iqror qilishdi. Ular dushman davlatlarni axborot bilan ta'minlagan. U chaqda dushman davlat Yevro Osiyo edi. Umumning pulini yavagan, nurg'un ishonchli partiya a'zolarini o'ldirgan, inqilob boshlanishidan ilgari G'ojakiga qarshi harakatlar bilan shug'ullangan, buzg'unchilik harakatlari bilan necha ming odamning beshiga chiqqan edi. Ular bu jinoyatlarni topshirgandan keyin kechirim qilindi va partiya ichidagi o'rni asliga keltirilib xizmat berildi. Amaliyotda bo'lsa, bu xizmatlar anglamoqqa muhim, ammo bekor xizmatlar edi. Ular Times gazetiga uzun tövnomalarni yozishib, o'zlarining qandoq o'ynaganligini analiz qildi va ularni tuzishga nurg'un va'da irodalarni bildirishdi. Ular qo'yitilgandan keyin Winston ularni bir necha qitim Koshtan tarixiy qahvaxonasida ko'rgan edi. O'zining ko'zining quyruqida ularga qaragan chig'dagi vahima orlash hayajonini esladi. Ular Winstonga qaraganda bakli qerib ketgan bo'lib, shular partiyaning eng dastlabki qahramonlik davridan qilib qolgan eng oxirgi buyuk odamlar edi. Yer osti kurash va ichki urushning qahramonlik iznolari ularning vujudida yanla bilinar-bilinmaz zohir bo'lib turadi. Gerçi chislar, paketlar shu chaqdla xiralashtirilib bo'lingan bo'lsa-mu, Winstonda yanala ularning ismini G'ojakining izidan necha yil burunla bildigandek bir tuyg'u bor edi. Shundaqdimi Winston yanala ularning jinoyatchi, dushman, yaqinlashqili bo'lmaydigan odamlar ekanligini, ularning mushu 1-2 yil ichida muqarrar ko'zdan yo'qtilganligini bilatdi. İdeya saqchilarining qo'liga tushib baqqallardan oxirgi hisobda tirik qutulganlar yo'q edi. Ular faqat qabrisini kutib yurgan tirik murdalar edi. Ularga yaqin ustallarning
hech kim o'tirmagan, hammasi bo'sh turadi. Hatto ularning atrofida ko'rinib yurishmi oqilonlik emas edi. Ular jimjit o'tirishadi. Oldida mushu qahvaxonaning o'zgachiligi bo'lgan qalampur puraqliq orcha hariqi bor edi. Ularning ichida Rutherfordning qiyofati Winstonda hammadan bak ta'sir qoldirgan edi. Rutherford ilgari mashhur karikatura rassomi bo'lib, uning rasmlari inqilobdan ilgari va inqilob jarayonida kuchli jamoat fikri qo'zg'ashda pilti bo'lgan edi. Uzun vaqtdan keyin hozirmi uning karton rasmlari Times gazetiga besildi. Bu rasmlar faqat uning ilgariki uslubining odatdagicha taqlidi bo'lib, nemishqikin noiti jonsiz, qoyil qilarliq emas edi. Yanala shu ko'ni tema, ya'ni ko'ni kapa, osh yalang'och bolalar, ko'cha urushlari, uzun qalpoqliq kapitalistlarni ularning shuncha to'saqlar ichida shuncha umid yo'q turibmi, yanala ko'ni davriga qaytishga to'xtamasdan tirishayotganligini sezatdi. U jug'i to'limi yo'g'an, baslik, chochlari mayliq, kulrang, tatiq yuzlari xaltalashib ketgan. Qalbki negerlarninkidek qilin odam edi. Bir chaqlarda bu gavda cho'qim intayin kuchlik, zo'r bo'lib bo'g'aydi. Mana hozir ojizlashgan, hamma tarafga sangilab, bo'shishib ketgan. Qarmoqqa g'ulab tushayotgan taqqil o'xshab qolgan edi. U chaq soat 15 atrofida edi. Bundaq vaqtda bu yerda odam bak ko'p bo'lmaydi. Winston o'zining qandoq bo'lib, bundaq bir vaqtda qahvaxonaga kelib qolganligini eslayolmadi. O'rindiqlar degudak bo'sh edi. Ekrandan yengil muzika chiqyotdi. Bu uchaylan bir bulonda un chiqmasdan madrasadir qilishmay o'tirishadi. Buyurtmasimi mulozim ularga bir stakan orcha hariqi olib keldi. Ularning yendagi ustalda uruqi tizib qo'yilgan bir shaxmat taxtasi turadi. Balkim yarim minutlar o'tganda ekranda chiqayotgan muzika o'zgardi. Uning o'darini tasvirlash qiyin. U bir xil g'alati chirqiroq, masxirlik ohang edi. Winston buni ko'nglida ogohlantirish ohangi deb atadi. Undan keyin ekrandan naqsh ovozi anglashga boshladi. Büyük baraqsan kaştan ostida, men seni satdım ve sattın sen meni. Ula onda yattı, yattık biz bunda, büyük baraqsan kaştan ostida. Bu üçeylen mit qilmadi. Winston Rutherfordning to'nug'isiz o'zgarib ketgan yuziga qaradi. Uning chanoqlarida yosh lig'irlab qolgan edi. Shu chaqda Winston to'satdan jig'ida titradi. Nimaga bundaq titrganini bilmaydi. U tunji qitim Rutherford bilan Aronsonning burnining izlib ketganligini bayqadi. Uzun o'tmay u uchaylan qo'lga ilindi. Ular qo'yitilgandan boshlabla yangi bir suiqasdni planlagandek qiladi. Ularning ikkinchi sotida ular ilgariki koni jinoyatlarini qaytadan topshirish bilan birga yana yangi bir qator jinoyatlarni topshirdi. Ular o'limga hukm qilindi va partiya tarixiga ibrat uchun yozildi. Bu ishdan 5 yil keyin, ya'ni 1973-yili Winston havo turbasidan kelgan bir yo'gan materialni ichayotganda, ularning ichida bir parcha qog'ozni ko'rib qoldi. Ammo darhol ko'masga soldi. U ichibla uning muhimligini bilgan edi. U 10 yil burunqi Times gazetining cho'qqi tarafidan yirtib etilgan bo'g'ashqa chislami aniq besilgan edi. Uningda Nyu-Yorkdagi partiya sho'bisining bir qancha vakillarining rasmi bor edi. Ularning o'tirisida Jones, Rutherford, Aronsonlar bor edi. Xato bo'lishi mumkin emas edi. Chunki ularning ismi rasmning tagiga cho'ng harfli qilib besilgan edi. Bu yerdagi muhim nuqta shuki, ikkili sotda bu uchaylan o'sha vaqtning o'zida o'zlarining Yevro Osiyada ekanligini, Kanadadagi bir maxfiy aerodromdan Sibiriyadagi bir joyga berib, shu yerda Yevro Osiyoning yuqori darajalik harbiy amaldorlari bilan ko'rishgan va ularga muhim harbiy maxfiyatlikni oshkorlaganligini iqror qilganligi bayon qilingan edi. Chisla Winstonning aniq esida. U yozning o'ttirlari edi
Hayron qolarligi bu hikoya yana boshqa nurg'un hujjatlardami xotirlangan edi. Demak, xulosa shuki, ularning iqrori yolg'on edi. Albatta, bu bir olaydi bayqash emas. Shu vaqtning o'zidami Winston tozalashda yo'qtilganlarning amaliyotda ayblangan jinoyatlarini sodir qilib baxmaganligini tasavvur qilibmi baxmagan edi. Biroq bu bir parcha rasm biror geologiyalik nazariyni og'dirib etilgan toshqa aylangan so'ngak parchasida ko'z bilan ko'gili, qo'l bilan tutqili bo'ladigan amaliy fakt edi. Agar uni e'lon qilib dunyoga uqtirg'ili bo'ladigan bo'lsa, buning bilan partiyani yer bilan yakson qilib etkili. Shundaqla bu rasmning qanchalik muhimligini oshkorlig'i bo'ladi. U xizmatini davom qildi. U rasmni ko'ribla uning muhimligini bilgan va uni yana bir parcha qog'oz bilan yugab qo'ygan edi. Elmo ta'liga yarasha u hujjatlarni ochganda bu rasm ekran tarafdan qaraganda dum tushgan edi. U bu qog'ozni tizg'a qo'ydi va o'rindiqni kayniga surdi. Bundaqda ekrandan oztola yiroqlashqili bo'ladi. Chiroyini qiynalmayla ifodasiz tutqili, hatto nafasni kontrol qilib bo'ladi. Ammo yurakning so'qishini kontrol qilib bo'lmaydi. Ekran hatto yurakning so'qishini sezalaydi. U taxminan 10 minutgacha tuyuqsiz bir ish, masalan, tuyuqsiz biror shamolning uni ichib tashlashi, uni oshkorlab salamo deb dakki-dukkida qiynaldi. Ondan uni qayta ochmasdan boshqa tashlandiq qog'ozlar bilan birga xotir to'shkiga tashlab etdi. Endi bir necha minutga qolmayla u kulga aylanib ketadi. Bu 10-11 yil burungi ish. Bugun bo'lgan bo'lsa, Winston u rasmni saqlab qolishi mumkin edi. Hayron qolarligi hozirning o'zidimi Winstonga nisbatan shu faktni qo'lida tutib turishning o'zla, garchi u rasm faqatli bir o'tmishning aslimasi bo'lsa-mu, biror o'zgarish paydo qila oladigandak tuyulib ketdi. U shundoq o'ylab qoldi. Asli yo'qtilishi lozim bo'lgan bir faktning saqlanib qolganiga qaraganda, partiyaning o'tmishini kontrol qilishi sal bo'shab qoldimi nima? Partiyaning o'tmishini kontrol qilishi sal bo'shab qoldimi nima? Halbuki u rasmni qayta asliga keltirib olg'ili bo'lgan taqdirdimi, uni bir paket degili bo'lmaydi. U shu paketni bayqagan vaqtning o'zida Okeaniya Yevroasiya bilan urushda emas edi. Shunlashqa bu o'lgan uchaylan endi cho'qim Okeaniyani Sharqiy Osiyo jasuslariga satgan qilinadi. U rasmning ishidan keyin ularning iqrori 2 yoki 3 qitim Winston'mu aniq eslayolmaydi. Hatto uningdimi ko'p qayta yozilgan. Chizlar va o'rinlar qayta o'zgartirilib, aslidagi paketning hech qanday qimmati qolmagan edi. Bundaq cho'ng aldamchilik soxtabazliklarning zodi nimishga ilib berilganligini tushunmaslik dal Winstonni eng qiynaydigan ish edi. O'tmishni burmilashning damonliq foydasi bakli aniq edi. Ammo buning oxirgi muddaosi bakli sirliq edi. U qalamini qayta oldi va yozishga boshladi. Men qandaqligini tushunaman, ammo nima uchunligini tushunmayman. U har doimgidek o'zining sarangi yo emasligini o'ylab qoldi. Balkim hozir saranglar bakli oz bo'lishi mumkin. Bir chaqlarda yer sharining quyoshni aylanadiganligiga ishonish saranglik hisoblanadi. Bugun bo'lsa o'tmishni o'zgartirib bo'lmaydi deb qarash saranglik hisoblanadigan bo'ldi. Hozir balkim yolg'iz Winstonlar muchuningga ishonishi mumkin. Agar o'zi yolg'izli bo'lsa, undaqda sarang degan gap. Ammo o'zini sarang deb o'ylash uni bak beoram qilib ketmadi. Lekin uningga nisbatan qo'rqinishligi o'zining shu qarishiningmi xato chiqib qolish mumkinchiligi edi. Winston Bayqi balla tarix kitobini oldi va uning bosh muqovisidagi o'jaqining suratiga qaradi. Uning sehrli ko'zlari uningkiga sanchildi. Bu xuddi g'oyat zo'r bir kuchdak sizni yelkingizdan besib turadi. U ba'zida xuddi sizning qo'lingizga kirib olib, mingizni chayqayotgan, sizni aqida qarashlaringizdan voz kechishga undayotgan, sizni sezgurligingizning aytib berganlariga ishonmaslikka
chaqirayotgan bir kuchga aylanadi. Oxirida partiya sizni ikkiga qo'ysa 5 bo'lganligiga ishontiradi va hamon bir kuni mushundaq ekanligini jakarlaydi. Chunki ularning logikasi mushun talab qiladi. İnsanlarning tajribalarıyla emas, tashqi dunyoning real mavjudligimi ularning falsafasi tarafidan inkor qilinadi. Aqalli savatlar sapsata ichidagi sapsata deb qaraladi. Odamga nisbatan eng qo'rqinchlisi sizning ular talab qilganning ta'tirischa tafakkur qilishingiz emas, balki ularning aytganlarining to'g'ri bo'lib qolish ehtimolligi edi. Chunki 2ga 2ni qo'ysa 4 bo'lganligini yoki yer sharining tortish kuchining mavjudligini va yoki o'tmishni o'zgartirib bo'lmaydiganligini biz zodi qandoq bilalaymiz? Agar o'tmish va tashqi dunyo faqat o'ngdila mavjud bo'lsa, yana kelib o'ngni kontrol qilib bo'lsa, undaqda qandoq bo'lishi mumkin? Yo'q. To'satdan uningda asli yo'q bir jur'at paydo bo'lib qoldi. Nimishqikin hech qanday bir tashqi sababsizla O'Brayinning chiroyi uning ko'z oldiga kelib qoldi. U ilgirgidanmi bakrak ishonch bilan O'Brayinning o'zi bilan bir ekanligiga ishondi. U xotirasini O'Brayin uchun yozayotgan edi. Bu xuddi bir tugamas xatdak hech kim o'qiyamaydi. Bu xat faqat olayda bir odam uchun yozilayotgan va ushbu maqsaddan kuch olgan edi. Partiya sizga o'z ko'zingiz, o'z quloqingizga ishonmaslikni topalaydi. Bu ularning eng odoqi, shundaqla eng muhim buyruq edi. U o'ziga qarshi g'oyat zo'r kuchni va partiyaning ziyolilari bilan bo'lgan munozirada o'zining bakli oson yengilib qolganligini o'ylab, yuragi tosh ostida mijilib ketgandek bo'lib ketdi. U javob berish tugul, hatto ularning inchga, cho'nqur da'volarini tushunolmaydi. Ammo yanada uning to'g'ri. Ularning hammasining xato, uning to'g'ri edi. To'limi ochiq, to'limi oddiy bo'lgan haqiqat qo'g'dilishi kerak edi. Haqiqatning masligi to'g'ri edi. Haqiqatchilik masligi to'g'ri edi. Buningga shak qilmaslik lozim edi. Tashqi dunyo mavjud. Uning qonuniyati haqiqiy edi. Tosh qattiq, suv ho'l, bo'shliqdagi narsa yerga tushidi. U xuddi O'Brayinga so'zlayotgandek, shundaqla nihoyat muhim bir aksiomik haqiqatni tirkayotgandek munolarni yozdi. Hörlük 2ga 2ni qo'ysa 4 deyishdir. Agar mushu to'g'ri tepilsa, boshqa hamma narsa mushuninga ergishidir.